push-up buzgalter taqqanimda ko'kragini formasi chiroyli bo'lib turadi deb o'ylayapsizmi? Lekin xato qilyapsiz. Chunki push-upni ham razmerini to'g'ri tanlasangizgina formani chiroyli ushlab beradi. Mana men bu yerda men sizlarga push-up buzgalterlarni ko'rsatyapman. Qaranglar, push-up bu traynoy push-up. Ichi to'la mana ko'ryapsizlar? Bu polu push-up, faqat yonidagina mana push-up naполнители bor. Bu juda ham tonki bo'lgan buzgalter. Mana ichida hech narsasi yo'q, tonenki buzgalter. Ko'ryapsizlar, bularning formasi o'zicha juda ham chiroyli. Lekin ba'zi bir ayollarimiz, men ko'kragim kichkina, push-up taqsam chiroyli turadi deb o'ylab push-up taqishadi. Lekin unda ham xatoliklar bor. Agar razmerini push-upni ham noto'g'ri taqsanglar, ko'krak qo'ltiq ostiga qarab yoki bo'lmasam mana bu o'rtadan перемычкаning tepasidan qaynab chiqib o'sha yoqqa yoyilib ketadi. Razmeri poyasi razmerini to'g'ri tanlasanglargina push-up formalarga chiroyli formani yana qo'shib beradi. 24 soat push-up taqadigan qizlar har doim push-up taqsam chiroyli turadi deb xatolikka yo'l qo'ymanglar. Biz push-up bo'lgan yoki polovinkasida ozgina naполнители bo'lgan buzgalterlarni to'g'ri razmerda taqib ko'ringlar-chi, balki ular ham chiroyli forma berib turar. Razmeringlarni to'g'ri tanlashni o'rganinglar.